疼吗？疼。你个臭小子呀！哎，孩子，你踢足球有天赋，我很欣赏，也很支持。可这足球呢，那是比赛的时候啊，往对方门里踢进去的东西，不是往别人头上踢的东西，是不是？是。以后可不敢再这样了，听到了没有？听到了。乖。行吧，你们先去上课吧。啊。校长再见。老师你好。倪老师啊，你作为一位上一任校长和老教师的女儿，怎么能犯这样的错误呢？这孩子把足球踢到别人头上，批评完之后居然说是倪老师让我这么踢的，这样能行吗？说出去影响多不好啊！校长，我没有让他往学生们头上踢啊。那你是想往谁的头上踢啊？不好意思，校长，我真的没有想到这件事儿会引起那么大的影响。倪老师，你作为人民教师，言谈举止要注意自己的一言一行。这还好是踢在了高年级同学的头上，这万一要踢在低年级同学的头上，再出什么事儿，这不光是你，学校也要跟着担责任的。对不起，我以后一定会注意的。还有，校长，这件事儿能不能别告诉我父母？万一他们知道了，我就完蛋了。好了，哎，尼克尔，我知道你自从离了婚之后啊，一直是一个人。可我觉得你现在这个状态，影响到你的工作和生活了。你这么一个人老单着，不是个事儿啊，得抓紧了啊！局长，您叫我进来啊。艾子梅提啊，你最近怎么回事？上个月你迟到了9次，你知道吗？来，坐吧。来，喝水啊，谢谢局长。艾子梅提啊，我觉得你现在早点有个家，有了妻子，你的生活自然变得有规律，然后你就不会整天东跑西窜的了。对，有了老婆呀，你就会早点睡了，这样呀，自然就会早起。你看你上个月迟到了9次，你想想看，照这样下去哪能行吗？啊，局长，我以后注意，会改。艾子麦铁，你离婚差不多有快3年了吧？现在也该面对新婚姻的时候了。其实生活当中，我们每个人都无法避免种种挫折，但是我们该面对的还是要面对，该忘掉的还是要忘掉，是不是？是。所以呀，你有什么困难，你尽管说出来，组织上会帮你解决。好，我今天把话说到你的当面啊，今年你如果要是不结婚，年底啊，我扣你的奖金。校长，看你说的，哪有说嫁就嫁的男人？再说，我这样有过1次婚姻的女人，已经不容易了。你别给我找那么多理由啊！我可告诉你，今年我必须要参加你的婚礼。这乌鲁木齐啥最多？那帅哥最多。我还就不相信了，这么多帅哥里，你还找不到一个合适你的人？校长，你看来今年我不得不结婚了。你小子！
那我先去忙。去吧。 İzmudir. Yaxshimisiz? Voy qiziq siz. Ha, bu yoqqa kelib qolibsiz-ku. Ha, bugun bir ish bilan birisini izlab kelgandim. O'zingizchi? Ha, men bu ozroq chayni qaydab tushgan. Hey, bu yoqqa kelgandan keyin uy kirib ketmasangiz, toz yaxshi bo'lmas. Kirsam bak yaxshi bo'ladi, lekin bugun sal aldirab qoldim. Boshqa kun kelay. Mekilan, sizga ozroq bir gapim bor. O'tiring. Sizmi yo'ldashingizdan ayrilib qolg'ili xeyli bo'lib qoldi. Uning ustiga mush maktabdagi pensiyaga chiqqan o'qituvchilarning hammasi degidek mush qo'rada. Sizmi ya g'achil ko'chib kelmadingiz? Bu hoyliga ko'chib kelgan bo'lsam bak yaxshi bo'ladi. Shu masalan qizning to'y ishlarini qilib, uningdan keyin bu hoyliga ko'chib kelishni o'ylashaymi deb qoldim. Bu yaxshi bo'lib turasiz. Senemning ishlari qanday bo'lib ketibdi? Ishlarimiz bizga dang. Biz uningga dadi yo'lliq odam juma. Hoy rahmat. Demisimi, u bol sizlarning oldinglarda cho'ng bo'lgan tursa, u ömürlük cho'ng ishi qopqanda eng oldi bilan sizlarni dars turib qilaman-da. Rahmat juma shunchalik ko'ngil bo'lganingizga. O'zingizmi davomli cheniqib turg'ashqa shundoq yosh, shundoq sog'lom turibsiz juma. Rahmat. Sizmi salomatligingizga bek diqqat qiling. O'zingizni ko'p asrang, ha? Rahmat. Ishlar bo'lsa tatilmaydi dang juma biz bormaydi, ha? Amis men ishimni tugutay. Bo'ldi. Ma'qul, rahmat. Uy kirmaysiz. Rahmat. Ma'qul, ha? Bir çay koyuydun la kodan. Ne oldu? Çırayınla utturup etken kımavazda koyup gitti o. Ağzınızı yumun. Oy ne oldu? Mening nim bo'lganligimni obdan bilasiz, ko'nglingiz ayandi, ha? Ayting, nega bordingiz? Nima ish qildingiz? Hey, men bu kimlar bilan nega bora olayman? Va unisi bu maaşkarim sende tursa, bu yanchiqdagi 8 ko'y bilan nima ish qilib oladi? Shu pastga tushdim. Havo yedim. Havo yedim? Ha? Havo yedingizmi? Hey, bu nima deganing bu? Gapingiz bir ochiq qila. Mening hech qanday qo'saq og'rig'im yo'q-chimi? Qo'saq og'rig'ingiz yo'qmi? Ha, qo'saq og'rig'i yo'qmish. Boy pastda kim bilan paranglashdingiz? Nimdan deyishdingiz? Ha? Boya? Voy. Ay qiz kelibdi-ku. Shu bir avvallashdi. Boshqa hech nima demadik. Ha, hech nima demedinglar. Ikki qiz paranglashdinglarmi? Ikki qiz? Sizlar borku herkes ikki qiz paranglashmadinglar. Siz 6 qiz, u 5 qiz, jami 11 qiz paranglashdinglar. Nima deyishdinglar? Ha? Oydan hammani ko'rib turdingmi? Voy ko'maychi, qarasam paranglashib bilqaqalaringiz ichilib ketibdi-ku. Nimdan deyishdinglar? Ha? Hey. Ikki odam ko'rishganda nima deyishdi? Shu salomlashdi. Aniki ahvollashdi. Aniki qaytdi. Yolg'on. Siz bog'i jumla aytishingiz kerak. Bo'lmasa bugun bog'i bu jonni sizga tikib qo'ydim juma. Dana? Bu yoq kelib qopsiz-ku desam, men ozroq ish bilan kelgan. Siz-chu dedi. Anki men cheni qilyapman. Uy kirmamsiz dedim. Ha?
Voy, men yo'q vaqtida haqni uyga boshlab nima ish qilmoqchisiniz? Ha? Ey, senin öyle yo'qlig'ingni men nereden bileyim ha? Bu odatki bir qoida yo'sinqu bu. Davomi. Yo'lishimiz sevib ketgili xeyli uzun bo'ldi. Bizning bu qorada pensioner, peshqadam o'qituvchilar bor. Siz mush qora ko'chib kelsangiz bo'lmamdi dedim. Voy, pensioner aş o'qituvchilar bor degichi bor-ku. Bu qorada men bor. Sizni saqlavatqi bek uzun bo'ldi. Aşı mush qoraga kelsangiz, aş qiyirganda bo'lsa-mu, visalimizga yetib olaylik degansiz. Hey, bu nima degini? Gapingni bir ochiqroq qilgin. Mening bog'i qo'shiqimda hech qanday og'rig'im yo'q. Davomi. Özümnin işini, senemnin toyunu tügütüp, enindeki oylaşay dedi. Yi. Bu kızının toy işini hecep bir davran sep ketdi. Ey, bu toy degan çoğun iş tutsa, elbette bir el cemaatki davran kılıdı ne? Davomi. Eğer kızının toyu kopap kalsanlar, tatılmay bizi gap kılınlar, biz mi senemge adı yoldaki adam dedim. Qana qilam. Voy, ötüp yerilip sıtıgan bo'ldi. Vajan davatkan gipini. Hey adam. Hey, dadı yolluk. Ha, bu yolluk deb gap satqıcha. Hey, özümüzün kızının işini köngül bersangiz bo'lmamda. Ha? Hey, bir tulqutun chiqdi bor-ku. Kızının toy işini bir taraf qilib bo'pti. Sizning mushtaq bo'shanligingizdan lag'aylab shurib beshimdan kalimiz bo'lmaganligidan chu qizimiz mushtaq o'tirib qoldi buna. Hey, bu ish bilan mening nima aloqam endi? Davomi. Ha, mushtaq cheni qilib turing. Yosh tursiz, salomat bo'lsiz dedi. Shundaqmi? Zeynep ölse ben sizga tegime demedim ha? Ha? Onda demedi. Ben bu salomat bo'ling dedim. Yalgan, ishonmayman. İş qilib, ishlamsak, ishlanmamsak, men hamma rost gapni qildim. Mening qo'sqimning hech qanday og'rig'i yo'q. İş qilib bor-ku. Sizlar ishkinglarning bor-ku, aş maktabda ishlayotgandan tortib chatqanlar bor. Ha? Kim biladi? Tek onundan burun iş baş tartışıp жүрген mi teki? Ha? Endi bo'lsin bir teki bu iş tügüyen de o dese, tinjamiki desen, ben işini aldık geleyim teki, nazlı gitti, bir nime? İşkinin derdini var o, ben ölgüç tatıdım ha o şey ben. Estağfurullah. Ölüp de ketken olsam var o, işkinin muradını yetişip aldın la. Kızım keldiniz mi? Hiç işi yok kızım. Bugün apınız sen hayacanlanıp kaptık tam. Ay, qara, davatkan gepini. Ne oldu? Yığılmağa oldu. Nim bo'lganligimcha, dadingiz deb bersin. Danga. Olsun. Dada, bir iş oldu mu? Vay kızım, ay kız ediniz keptiken. Ha şuna bir görüşüp bir iki kız paranlaşkanın bilen şunun küllep karmamsız buna mı? Yani şu iş mi apa? Oy, bir işten artık oylamamsınız ne buludu? Nigar. Sen başta bir gapni anlap bekip, andikin bir nas degine, hey, danga anlap bakson. Ey, bolluk san ulan beki. Depesini mi kaynağı ördü? Oy, maligisin oğur küçükten bakıraysız go. Vakran ne? Yağamı temse kakaştırınız. Oy, nimi rasus demem sıkın, ameliyat demem sen ben. Nimiş kıttım ama. Oy, hemen depedim go. Görüşkenden tatlı dedim, değişken gepimizden tatlı dedim. Yani nim depesem buldu ya. Ama kakaşım nim depereyim ha? İşkıp işiniz ba. Yok. Ba. Yok. Ba. Yok dedim yok. Dada, apa, ay muş yaş gap durup muşta soğuşup жүрсең сәт думамды деймін. Ay ma qo'shnilar аңлыс nima deydi? Ma yerib ishdan aron kelgan nima tugmaydigan so'qashlar. Kızım. Nigar.
Oldu mu? He. Namus bakmaydı kızım. Hem üzgün koyup da işini. Xotin! Xotin! Ha, ben Miyada. Aynur, nima? Qaytib keldingizmi? Sizga deydigan bir xush xabarim bor. Meningmi siz deydigan bir xush xabarim bor. Boshdanmi? Ha, Siz boshdan. sizdan ha. Sizdan, ha? Sizdan ha. Ma'qul. Men haliq to'xtamni tuzdim. O'ylab baking. Biz bu so'zdan nechilik foydalanamiz, ha? Siz hisoblabmi hisoblayolmaysiz. Bekchiq xotin. İşlerimiz bundan keyin texmi yaxshi bo'lib ketgan bo'ldi. Ajab yaxshi. Amistad. Dona? Ben dada bo'lgan bo'ldimmi? Ha? Men rostdan bo'lgan bo'ldimmi? Diqqat qiling. Qopma. Ben sana heyecanım kutma. Rastladı olgun bulunma. Hadi Allah'a salam siz. Ah, gap bo'ldi. Men ochib so'qiyay. Aynen tutuyor. Aynur lazım mısın? Oy, tamam pişibdi. Ha. Ha, oy, tabii o'xshaganda qildi o. Mana. Ochib so'qni azra qo'yay. Negarsan qo'yaman? O'zim qo'shyapman. Aynur jiqroq Kemak qilay. Yama o'xshab ketdim ben burada. Ha, Nig'mat. Ha? Amsa Aynur obdan qaramasang bo'lmaydi, Jumo. Bu endi 2 qat bo'ldi, ha? Ne qiladi? Aka, Ha? tijoratlaringmi xil iziq tushib qolgandi. Aldirash demay, men Aynurga obda hamra bo'l, chunmi? Xo'p, boshliq, bosh ustiga. Aldыңызмы? İşbadığınız azraqlı yaxşı olmasa Zeynep adamga değməyəcəm sizdən. Ha? To'g'ri, cho'qqin mangdang, Jumo. Bunun tanavini izlab tatdim. De. Bu xotin bilan oq qo'soqlik bo'lib, mening emasliklam gap qildi ekansiz deyman. Bu o'zimning ayoli bilan o'zimning bolasi kuyinmsam, kim kuyinman? O'g'u shu aka. Lekin ba'zi erlarmish ayoli ig'ir oyoq vaqtida chatoq chiqarib qo'ydi ekan. Senga unda qilmaysa, ish qilib ko'proq amra bo'l. Nigar, Ha? menga ishonmamsan? O yo'q, sen ishonmamidal deb qo'ygan gap aka u. Na, unda qaramas. Mush deganinglar uchun bo'lsinmi? Men bundan keyin Aynurga ko'ngil bilma. Men sana desam, Nig'mat, endi Aynur yolg'iz qo'ysang, qat'iy bo'lmaydi, Jumo. Agar sen bek aldirashib ketsang, Aynurni bizga kelib qo'yg'in. Ha, shu. Aka, men davomli ishga ketgandan keyin opam dadam uyda yolg'iz qolib qoldi degina. Aynur kelsa, ko'nglim paranchish bir o'y ko'tarilib qoldi. Ma'qul. Ya o'xshab juma. Siz jiq ya. Biz bog'u bugun aytmoqchidilar, bozorga berib bize quvvatli yemeklarni akab qo'ysak bo'g'daychimi? Ay, ma'qul, shunday qilaylik. Hadi, bu narsalarni o'zim olma. Voy, sizning og'ining u boshqa, bizning og'inimiz u boshqa, ha, Nigar? Shu opam to'g'rilaydi aka. Nigar? Ha? Shu, shundoq deb o'tiraveradigan gapmi, chiroyli qizim? Ams qanday qilma?